Assalomu alaykum azizlar, hurmatli ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar. Sizlarga bir xush xabarni, chiroyli bir xayriya faoliyatini xabarini bermoqchiman. Bu yil Mehr 2020 jamoamiz bilan birgalikda 3-avgust, 6, 10 va 13 avgust kunlari Mehr bilan zavqlaning nomli sayrni uyushtiryapmiz. Bu yil 5-si bu o'xshagan sayrni amalga oshirishimizda. Demak, Mehr 2020 jamoamizni mana shunga o'xshagan tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagan barcha homiylarga alohida tashakkurimni bildirmoqchiman. Bundan tashqari Alpine Land park xodimlari rahbariyatiga ham alohida tashakkur aytmoqchiman. 3, 6, 10, 13 avgust kunlari bizni Mehrni bolalari mana shu parklarda barcha attraksionlarni bepul o'ynashlari mumkin. Bu uchun Alpine Land park rahbariyatiga alohida tashakkur aytaman. Bundan tashqari Mehrni qo'llab-quvvatlayotgan, bolalarimizni boshini silashlikda o'zini hissasini qo'shib kelayotgan homiylarga ham tashakkur e'lon qilaman. Bosh ustiga hurmatlilar. Alloh taolo bu ishlarni ziyoda bo'lib borishligida hammamizga himmat, g'ayrat bersin. O'zinglarni yo'qotib qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.